Ko'z bilan baqirish mumkinligini bilasizmi? Bu faqat ona bolaga qaraganda sodir bo'ladigan tabiat hodisasi. Bu oddiy qarash emas, bu tinchlikni tiklashning xalqona shakli. Bolasining tug'ilgan sanasi, vaksinasi, yaxshi ko'rgan rangi, o'yinchoq joylarini biladigan, lekin oshxonaga nima uchun kirganini eslay olmaydigan shaxs ona hisoblanadi. Ona bo'lgach shirinliklar oshxonada yeyilmaydi. Yo kir yuvish mashinasi yonida, yo hammomda, yo shkafda yeyiladi. Bu yig'ishtirish bu onalar uchun 3 daqiqa ichida yo'q bo'ladigan san'at asari. Har kuni yig'ishtirasan, ertasi kuni tozalikka tabiat qarshi chiqadi, 3-kuni mehmon keladi. Kechasi uxlashni xohlamaydigan, ertalab turishni xohlamaydigan bolalarning o'yinchoqlari ham yashirin ishlaydi. Kunduzi qidirib topolmaysan, kechasi oyoq ostidan chiqadi. Onalar telefonda gaplashayotganda bolalarning jim bo'lib qolishi bu jinoyat joyidagi jimlik. Zalga kirganda bola o'yinchoqlardan O'zbekiston maketini yasab qo'ygan bo'ladi. Men o'sha maketni o'rtasida tabiat hodisasi bo'lib turaman. Kir yuvadigan joy Sirdaryo, ovqat pishiradigan joylar Qashqadaryo, yostiqlardan tog' tizmasi, aylana stol Orol dengizi. Mushuk esa yovvoyi hayvonlar mintaqasida. Menga o'xshab bolasi uxlaganda uborga qiladigan onalar uchun Aquamarin mahsulotini tavsiya qilaman. Zararsiz va tez natija uchun. Asosiysi qo'llar umuman shikastlanmaydi.